Mana shomdan keyin mana qara zo'ntilab ekilar ekan. Mana payg'ambarimiz ravzalari o to'g'rida. Abduqda ekan. Onlar ravza. Ravzalar. Bilvopsiz aka. Qur'on servis call center yoz. Bu vaqtdagi Oshto'g'a Madinadagi Qur'on sentriga keldik mana. Ham safardoshlar. Iskaladigan fabrikaga kirib kelyapmiz. Oshto. Kanalni kuzatib boringlar, hammasini birma-bir ko'yiklar boramiz. Ne o'chirib kirib ketishyapti. Mana bizni vatandoshlar. Endi nima deyapti? Ketadi endi. Ha, endi kelmaydi. Xudo xolasa hammaga kelishni nasib qilsin shunaqa. Qur'on kitoblarining rasmlari shu. Yana qarang. Hozir ichkarida lavhalarni ham uzatib boramiz sizlarga. Mana bu aynachaga Qur'on kitobni berishar ekan. Ayollar. Kesin o'qigan o'zlari. Masalan, mahallaning ko'rsatuvchilari. Qur'on berishyapti. O'zimizcha bosh qilamiz. Centrum Politai. Assalomu alaykum. Mana Qur'onni bosmaxonalar. Qur'onni Karim bosib chiqarishar ekan. Butun dunyoga ketadi.
Bu tomonda Qur'oni Karimni har xil hozirgi bizga bunaqa sariq tusdagi mana Qur'oni Karim sketi. Har xil tildagi Qur'oni Karimlar ekan mana. Koreys, Xitoy, Hindu tillariga tarjima qilingan ekan. Zo'rlarga ham mana qo'ydiga chiqarib qo'ydi. Zo'rlarga mana bosh chiqarib qo'ydi. Qur'oni Karim mashallah. Mana Qur'oni Karimni zavodi. Mana boshini tayyorlayapsizlar. Yuringlar. Betlari sakrab yig'iladigan aparatı ketyapti bu yo'lda. Mana bu tomonda Qur'on zavodidan işte aparatlarda bosib yuntalab chiqariladi. Shuna qilib Qur'on bosmaxonasi va sayohatimiz tugadi. Endi Qur'onni bepul tarqatishdan oxirida joyimizga olamiz. Hozir o'qiganman. YouTube'ga chiqaramiz. Ko'ringlar, obuna, like, podpiskani bosinglar. Tarqatinglar. Sayohatga kelganlar, umra amalini bajaradigan kelganlar, haj amalini bajaradigan kelganlar shu Qur'on bosmaxonasi Madinaga kelishni tavsiya qilamiz. Mana Qur'oni Karimni hadya qilishyapti bitta. Sekin bittadan Katta rahmat. Katta rahmat.
Qur'oni Karim bor yana. Sekin. Baholasa. Hamsi. Mana Qur'onlar, xo'janalar. Qaytarishi. Basmayın. La havle bir şey. Qur'oni Karim. Qur'on bosmaxonasiga Qur'on zavodiga kirib ketishyapti. Zonaxonlar. Ha. Qur'onni bosmaxonasiga ko'rib chiqasizlar, xudo xolasa. Qur'on berar ekan. Yana qo'shilib o'lar. Ya bo'lmasa ekan, bu yo'q ta'minotdan yozdilar. Yo'q, bo'lib kiraverar ekan. Ha, hamma kirib chiqdi. O'zimlarni uylab esa bo'ladigani bor, sukkari deydi, mag'rur deydi. Ajva degani bor. U ajva degani payg'ambarimiz hadisda maqtagan, kimki 7 dona yesa ilon chayon chaqirmi yo batulizmdan zaharlanadimi, daf bo'ladi. Sehr jodini ham kesadi degan. Aynan Madinalikini olishimiz kerak. U Misrdagi bor, bitta Yamanniki bor, boshqa sultalardan kelgan. Ha, o'zi ajratib olib boramaslar, alohida. Bu yerda faqat tomoshaga kiramiz. Tezroq chiqinglar, o'qitga borishimiz kerak. Faqat tomosha qilinadi albatta. Narsa xarid qilinmaydi. Hoş geldinler halaca, hoş geldiniz. هذا التهلكة المخفية هذه. Kileyler, hoş geldiler. Aleyküm selam. Bağımıza hoş geldiniz. Lekin mana xurmo boqqa keldi. Elli yil, 60 yillik xurmo bog'lar deyapti. Tuyadami? Daraxt bo'lib ketar ekan, katta bo'lib. Mana Abdulloh akam bilan xurmo bog'da choyni ichib onaxonlar ham ne tortuz bir oldu.
Yo, yaxshi biz. Bismillahirrohmanirrohim. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Uhud tog'i bizni yaxshi ko'radi, biz ham Uhudni yaxshi ko'ramiz degan. Bu yerda mana bu chap tomonimizda turgan Uhud tog'i hisoblanadi. Uzunasi 8 kilometr, balandligi 2000 metr balandlikdagi tog'. Kimki Rasululloh aytgan, janoza namoziga qatnashsa bir qirot dedilar. Agar vaqti bo'lib dafnga yana bo'lsa yana bir qirot deganda, o'zlari arab bo'lishiga qaramasdan, ya Allohning Rasuli qirot nima deganlarida qirot degan Uhud tog'ichalik narsani sadaqa qilganligi nomai amaliga farishtalar bitadi. Uhud tog'ichalik narsa. Buni hozirgi yana shuncha yerda tagida. O'zi bo'yi 2000 metr balandlik, 8 kilometr. Agar kimki vaqti bo'lib shu dafnga ham bo'lsa yana bir qirot qo'lga kiritadi. Agarchi o'sha insonni maqsadi janozada va'da qilingan savobni qo'lga kiritishlik bo'lsagina qo'lga kiritadi. Ammo lekin xudo andachilik, mahalla to'ychilik bormasam, ertaga yuzimizga tushganda xijolatpazlik bo'lsa, xijolatpazlikdan qutuladi-yu, ana shunday katta savobdan mahrum bo'lgan bo'ladi. Ya'ni niyatga qarab turadi. Chunki mo'min musulmonning niyati qiladigan amalidan ko'ra yaxshi. Agarchi siz bir masjid quraman, bir yaxshi yo'l, ko'prik quraman niyat qilsangiz, o'sha maqsadga erishishga vafot etib ketsangiz ham farishtalar siz nomai amalga o'sha ishni qildi deb yoziblar. Agarchi siz bizga o'sha imkoniyat yana qo'shimcha umr berilgan edi, o'sha narsani amalga oshiradi. Shu sababli mo'minning niyati qiladigan amaldan yaxshi turadi. Ana endi bu yerda hijratning 2-yilida Badr jangi bo'ladi. Hijratning 2-yili, ya'ni payg'ambarimiz Makkadan Madinaga ko'chib kelganda hijrat deyiladi. Shu hijratning 2-yilida Badr jangida 313 ta musulmon va 3000 ta kofir qatnashadi. Shunda yarim yo'ldan munofiqlar, munofiq degani 200 dan macha tili boshqa. Bunda men musulmonman yoradi-yu, musulmon odamni yomon ko'radigan munofiqni aytiladi. Bizda endi ko'proq hadislarda 3 ta alomatini eshitganmiz. Gapirsa yolg'on gapiradi, va'da bersa va'dasida turmaydi, omonatga xiyonat qiladi. Bundan tashqari ham nima? Alomatlari ko'p. Qur'oni Karimda Alloh taolo o'zi zikr qilgan. Ana shu munofiqlar yarim yo'ldan qaytaveradi. Chunki kofirlarni necha barobar ko'pligini ko'rib turib yarim yo'ldan qaytaveradi va ularni qaytganining evaziga Alloh taolo 5000 farishtani yordamga tushiradi. Odam qiyofasida. Ana o'sha Badr jangida kofirlardan 70 tasi o'lgan bo'ladi. Shularni qasdini olishlik maqsadida Makkadan nima qiladi? Yana kofirlar qo'shin tortib turib, mana shu Madinaga kelishadi. Maqsad o'sha insonni qasdini olamiz deb. Juma kuni payg'ambar alayhisalom 3 marta tush ko'radi. Shanba kuni 3-hijratda Ramazondan ro'parasi 7 kun bir haftadan qarshilarida turgan tog'ning tepasiga 50 ta qamonchini chiqaradi va aytadiki, sizlar tushmanglar dedi. Shunda shayton ularni qalbiga vasvas qilib kofirlarga aytadiki, kimdir etigini, kimdir hamyoni, kimdir qilichi sovuti ko'ziga chiroyli ko'rinib ketib turib, tushganda kofirlar dunyoda hiyla ishlatadiki, chekinadi. Chekinganda musulmonlar orqadan qulab ketayotganda otliq askarlar bunaqasiga kelib turib, o'rtada qurshovda qolib musulmonlar mana shu yerda 70 ta musulmon shahid bo'ladi. U shahidlar mana bu orqamizda panjara turibdi-yu, mana shu birorta bir musulmonni ko'rsangiz, Alloh taolo Qur'onda aytadiki, sizlar shahidlarni o'lik bo'lib ular tirik yurdilar. Alloh taolo Qur'onda jannatda ko'p kishilarning ichiga ularning ruhini, ya'ni jonini joylab qo'ygan. Nima Musa muhayyo va ularning jasadi bu yerda chirimagan holatda turibdi shu kunga qadar. Ana bu yerda Abu Talha degan sahoba mana shu Uhud jangida ba'zi rivoyatlarda 60 ta, ba'zi rivoyatda 70 ta joyiga jarohat yedi. Nayza, qilich, bir oy yelka bellari og'rib chiqadi jarohatdan nimasi. Ubay ibn Ka'b degan sahoba birinchi marta payg'ambarimizni mana shu ko'rib tanib qoladi. Chunki bu Uhud jangida payg'ambarimizni o'ldiga chiqaradi kofirlar. Shunda Ubay ibn Ka'b ko'rib turib Rasululloh tirik ekan deydi. Hali aytdi-ku, Abu Talha o'zini qalqon qilib Rasulullohni himoya qilganda o'shancha jarohat yedi, 70-80 ta, jonini fido qiladi. Mana shu o'zimizning zamonamizda yashab turgan bir insonlardan biri, mana agar sahobalari davrida yashaganimda shunaqangi bir jonbozlik ko'rsatgan bo'lardim dedi. Tush ko'ribdi. Tushida
payg'ambarimizdan bir mikroavtobusda ketib turgan ekan, u bir jarliqqa kelib avtobus qulayman deganda tosh qidirib oqarib ketibdi inson. Qaytib kelib ne ko'z bilan ko'rsanki, sahobalar muborak boshlarini balonni tagiga tiqib turardi. Shunda o'ziga o'zi tavba qilib aytgan ekanki, agar men o'sha davrda yashaganda bunaqa jonbozlik ko'rsatish qo'limdan kelmas ekan deb issig'ida tavbasini qilgan ekan. Endi mana shu yerda payg'ambarimiz mana tarixi Muhammadiy boshqa tarix kitoblarida o'qigan bo'lsalaringiz, Amir Hamza, ya'ni amakilari mana shu yerda shahid bo'ladi. Amir Hamzani 6-7 yashar qizchalari bo'lib, sut tilanib, 2 dona xurmo tilanib, ko'ngilchalari tusasa-da, otam kelsa beraman deb intiqlik bilan kutgan edi. Katta odamga tushuntira olasiz. Otang yoki onang vafot etdi, abadiy kelmaydi deb kichkina qizchaga qanday tushuntirasiz? Sana otang abadiy kelmaydi endi hayotda ko'ra olmaysan deb ayta olmaysiz. Mana shunaqangi islom dinini mana shu yerdan nima qilgan? Musulmonlar yengilishlikka sabab nima bo'ldi? Itoat qilmaslik. Chunki biz majlisda ham aytdik, atiulloha va rasul va ulil amri minkum, siz Allohga va payg'ambarga itoat qiling va o'zlaridan bo'lgan rahbarlarga itoat qiling. Payg'ambar alayhisalom 2 kishini safarga chiqarsa, bu birinchisini, ikkinchisini rahbar qilib qo'yar ekan. Sen shunga bo'ysunasan deb. Shuning uchun mana bu yerda Makka ziyorati bo'ladimi, Madinami qayerda bo'lsa qat'iy nazar menga ogohlantirmasdan ketmang, nima bo'lsa maslahatlashgan holatda hal qilinglar. O'zbekistonliklar O'zbekistonda qoldi, sizni kelib bir muammozni hal qilib bera olmaydi. Kelib turib menga murojaat qilasiz, shu guruhni to ketgunga qadar otasi men hisoblanaman. Ya'ni men poyezd bo'lsam, sizlar vagon, sizlar men tortib yurishim kerak. Qayerda tushiladi, qayerda tushilmaydi, hammasini tarixini ustida gaplashamiz. Assalomu alaykum. Qadrli kuzatuvchi. Masjidul futbolga keldik. Chirakat masjid nomi yo'q. Namoz o'qiydi, Xudo xolasa. Masjidul futbol. Kendi oradalar. Hammaga kelish nasib aylasin, Xudo xolasa. Video tarqatinglar, like bosinglar. Assalomu alaykum, qadrli hamkasb. Abduq akam bilan Masjidul futbolamiz. Xudo xolasa. Video tezda qilyapmiz, duolar qilyapmiz. Assalomu alaykum, qadrli kuzatuvchilar, mana Masjidul futbolamiz. Namozlarni o'qib chiqdik yana. Xudo xolasa endi qarab mehmonxonaga qarab ketyapmiz. Voqea qabristonimiz Madinada. Mana xabarlar. Hech qanaqa marmar, hech qanaqa hech narsa, faqat qum, tosh. Madina kelib umrani bajaradigan umra deydi. Qon o'tib bo'lsa Madinada shekka ko'miladi. Assalomu alaykum, mana hadiyalar bo'lar ekan, qattiq suv. Bunaqa yozuvlar bo'lar ekan.
bilan Yana reklama qilyapman. Aytib o'tmasang. yo reklama emas, bu o'zimizga reklama qilmayman bo'ldi. Qo'yganim yo'q shaqay. Onam bilan masjidga keldik. Masjidning nomini bilmayman hozircha. Hozir bizga 50 boshimiz mana Alisher aka Qo'rg'onchadan ham qishloqdoshimiz. Aytib beradilar. Mana masjid. Butun dunyodagi islom bankining asoschisi. Nima deb yozilgan qoraga? منصور الراجحي رحمه الله يوم الأحد Siz aytgan gaplar. o'sha tug'ilgan. Mana İbrahim Rojihiy Arabistondagi eng boy odam. 98 yoshda o'tib ketgan ekanlar. Masjid qurib bitkazib nechtadir masjidlar qurgan ekanlar. Hamma islom banklari mana shunga tegishli ekan. Ustozlar 1 riyol ehson qilgan ekanlar. 1 riyol ehson. Unga Alloh tomonidan shunday darajada boylik berilgan ekan. Assalomu alaykum. Mana bizga keskin aka. Tan joni sog' bo'lsin aka. Ehsonnamiz. Boy mana soat tayidan sizga bitta Qur'on kitob bunaqasini olib qo'ydim. Mana bratana. Abduvohid aka. Assalomu alaykum. Mana masjidga chiqdik. Tepasi ko'rinar ekan. Kaba ko'rinmas agar. Qorilar Qur'on o'qiyotganmiz. Konditsionerda. Assalomu alaykum. Mana Elibosh aka. Qani bittalaring kimning telefoni yaxshi deb oladi? Video qilinglar, rasm olib qo'yinglar. Boshladik, keyin sotib olasizlar, o'y. Quloq solamiz. O'y, jamoa. Quloq soling, boshladik. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bütün olamlarni yaratgan Robbimizga, Alloh taologa hamd va sano maqtovlarimiz bo'lsin va butun basharning payg'ambari siz bizlarni hidoyat topishimizga bois bo'lgan payg'ambarimizga salovat shariflarimiz bo'lsin. Ushbu kelgan makonimiz mana bu orqa tomonda tog'ni ko'ryapsizmi? Ana shu yerda 750 metr balandlikda joylashgan mana. Mana shu yerda mana Savr g'ori bor.
bu kirish mana chiqish qismi. Payg'ambarimiz kofirlarning zulmi kuchayib ketgandan keyin Alloh taoloning buyrug'i bilan Hazrati Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu bilan kelib kechasida mana shu 3 kun bekinib keyin Madinaga ko'chib ketishgan. Mana shu yerda hamma teshiklarga latta putta nimaiki topsa Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu tiqib, oxiri bitta teshik qolib ketadi, tomonlarini tiqib yotadi. Shunda ilon kelib tomonlarini chaqib shunaqa darajada iste'mol ediki, payg'ambarimizni uyg'otmaydi shu darajada ham. Keyin Rasululloh uyg'onib turib, nima bo'ldi desa, ey Allohning rasuli, oyog'imni shunaqa ilon chaqib oldi degan tupuklarini olib, bunday surkaganda tuzalgan Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu. Ana endi u ilonni aytadi, ba'zi bir rivoyatlarda payg'ambar alayhisolamni ko'raman deb chiqib turganda u tovoni bilan to'sib qo'ygan, shuning uchun chaqib oyog'ini ostidan emas, chaqib olgan degan rivoyatlar ham bor. Bu yerda o'sha kirorish qismida o'rgimchak in qilgan bo'ladi, kaptar tuxum qo'ygan bo'ladi, kofirlarni payg'ambar alayhisolamga suiqasd qilishib o'ldiramiz 12 ta nayza sanchadigan pahlavonlar kelib payg'ambarimiz uyiga bostirib kirishganda nima qiladi? O'rindig'ida Hazrati Ali karramallohu vajhahu yotgan bo'ladi. Ana shu yerda ularda Alloh taolo uyini qurshab olgan bo'lishiga qaramasdan Alloh taolo nima ko'zlariga parda tortgan payg'ambar alayhisalom Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu bilan qochib shu yerga kelganda ko'rmagan. Umar roziyallohu anhuning qizlari mana shu yerga kofirlarni shubhalantirmaslik maqsadida qo'y boqib kelib turib 3 kun taom toshib yurgan. Mana shu toqqa 750 metr balandlikka chiqib tushgan 3 kun. Ana undan keyin nima Madinaga yo'l olishgan. Endi bugungi nimamiz mana shu yerdan boshlandi. Bu hozir undan keyingi ziyoratimiz Arafot maydoni. U yerda tushgandan keyin ancha piyoda yuriladi. Guruhda ajramay yurasizlar. Borib turib, u yerda ham o'sha yerda Arafotda nimasini tushuntirib berib qaytiladi. Bu yerda hozir shopirimiz 5 daqiqa bizga vaqt bergan, tezroq chiqamiz. O'shaning uchun u taggacha bormadiki, ko'rinmaydi. Qor to'sib qoladi, mana shundan ko'rasizlar. Endi mana bu narsa bittasi Makkaning tarixi, u ikkinchisi yashili Madina tarixi. Shu borgan joylarimizni hammasini bu yerlarda xorizor bo'lib yotiladi. Bitta gazlisda yo'q, palatkalar ichida 25 ta nechtaga mo'ljallangan bo'lsa, ana shu yerga kirib yerda turasiz. Keyin qatnashib kelgan paytda avtobus yuradi, juda ham sekin yuradi. Undan piyoda kelsangiz oson bu maydonga. Ko'proq piyoda yuriladi. Bu yerdan keyin jamoatga o'tiladi. Shaytonga to'shadigan joyga o'sha o'rtada hozir yo'l keladi, ko'rsataman. Ana shu yerda piyoda ketiladi Arafotdan. Muzdalifada shaytonga tosh teriladigan joy, mayda-mayda ro'xatli toshlari teradi. 3 kun shaytonga tosh olinadi. Katta shaytonga o'rtacha kichkinasiga qilib turib 3 kun ana shu palatkalarda yotib tosh terib shaytonga otiladi. Keyin qurbonlik ham shu maydonda ko'rsataman, o'sha yerda ado qilinadi. Kattaga kelganlar hammasi qurbonlik qilib qo'yadi. Ular hayit namozi o'qimaydi, Arafotda turiladi. Hamma o'sha nimalarga bo'lib qo'yilgan davlatlarga. Turkiya, Malayziya, Indoneziya, Iroq, Misr, Yaman, O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikiston hammasi xat berilsa o'sha yerda kelib turish kerak. Yerda. Yozib qo'yibdi. Hozir bitta guruhga bo'lib ajralmasdan boramiz, yana o'shanga qaytamiz. Yo'lda u narsa xarid qilish yo'q. Keyin rasmga tushib aqabaqa ketish ham yo'q. Qoqqa ham chiqilmaydi. Shu yerda borib chiroyli qilib masala qilib tushuntirib beraman. Tarixini yana qaytamiz. Ko'rsatib tushuntiraman o'sha yerda qayerdan nima bo'lganini. O tepadagi nima turibdi-yu? Qabrga o'xshagan narsa. Aslida u qabr emas, shunchaki belgi mramorga yozib qo'ygan. U odam ato bilan momo havoni yer yuzida uchrashgan joyi.
Alloh taolo jannatda odam ota momoxona yaratib turib aytdiki, hamma yo'lni sizlarga muboh qildim. Xohlagan mevadan yeringlar, illo mana shu mevaga yaqinlashmanglar. Agar yaqinlashsalaring fatakuna minaz zolimin, o'z nafsiga zulm qiluvchilardan bo'lib qolasizlar deb ogohlantirdi. Aslida men bir insonga zulm qilsam, meni zolim demaydi. Kimki shu sinov dunyosida o'zini jannatga olib kiradigan amallar qilib qolmadimi, o'sha insonni Alloh taolo Qur'onda zolim deb atayapti. Ya'ni odam ato momoxonamiz bu yerdagi insonlarni hech kimi muhokama qilishga haqqi yo'q. Faqat odam alayhissalomning zimmasiga yuklatilgan vazifa bizning zimmamizda bor ekanligi. U ham bo'lsa nima? Alloh taolo bizga ko'p narsalarni nima qildi? Halol qildi, illo ba'zilarini harom qildi. Agar o'sha harom qilgan, taqiqlagan narsalarga qo'l uradigan bo'lsak, biz ham o'z nafsimizga zulm qiluvchilardan bo'lib qolamiz. Ana endi o'sha suraning davomida aytadiki, shayton kelib turib aytdiki, Allohning nomidan yolg'on qasam ichib, nima uchun Alloh bundan qaytardi bilasizlarmi? Agar bu mevadan iste'mol qilsangiz, sizlar farishtaga aylanib, abad jannatda qolib ketmasliklaring uchungina bundan qaytardi deb yolg'on qasam ichgandan keyin ishondida odam hatto haligi mevani olib bir tillik o'zi, bir tillik momoxonaga beradiki, kiyimlari yo'q holatda bo'lib qoldi. Avratdan qo'llari ila bekitib, jannat daraxtlarning yaproqlaridan so'radi, biz ham Allohga osiy, gunohkor bo'lishni istamaymiz dedi-da, hech qaysi daraxt yaprog'idan bermadi, illo anjir daraxti berdi dedi. Shuning uchun anjir daraxtini o'tinini yoqib turib, agarotga solsangiz, ana shu agarotga qurt qumursqa tushmaydi. Lekin yolg'on ma'lumotlar ham tarqagan kitobda u nima, qaysi xonadonda yoqilsa anjir daraxti va qaysi uylarda ustidan uchib bo'lsa, o'sha yerga faqirlik, kambag'allik keltiradigan noto'g'ri ma'lumotlar tarqatilgan anjir haqida. Keyin anjirni mevasini yesang ham hazm bo'lmaydi, tanaga singib ketadi, illo o'sha odam ato bilan momoxonaga yaxshilik qilganligini ajlidan. Va mana shu yer yuziga bittasi Makka tog'iga, bittasi Hindistondagi toqqa tushirilgan. Odam ato bilan momoxona ikkita joyga. 300 yildan keyin uchrashgan, mana shu Arafot tog'ida uchrashgan. Shuning uchun Jabalur Rahmat deydi. Buni Rahmat tog'i deyiladi va Arafot tog'i ham deyiladi. Payg'ambar alayhisalom umri mobaynida 4 marta umra qilgan, 1 marta katta haj qilgan. Mana shu joyga kelganda hatto payg'ambarimizdan tog'ning ustiga chiqmay shu yerdan qaytgan. Shuning uchun chiqilmaydi. Ko'pchilik o'zi qadrda bo'lib o'sha qarab duo qiladi. Aslida bu yoqqa qarab duo qilinmaydi. Arablar to'g'risida bu qilayotgan amaliy shirk. Ka'baga qarab, bu tomonga qarab duo qiladi. Bu yerda qilingan duolar ijobat degan Arafotdagi duolar. O'shaning uchun oxirida nima duo qilib shayton tarqalamiz. Mana ko'pchilik ona bola yoki er-xotin keldi, mana shu yerlarda Alloh taolo odamlarga momoxona uchrashgan yerlarida sizlarni yana bir karra mana shu uchrashtirib qo'yganiga Alloh taologa hamd va sanolar bo'lsin. Endi mana shu yerda bizning zimmamizdagi narsa nima? Alloh taolo qil degan ishni qilib, qilma degan ishni qilmaslik. Hazrat Ali karramallohu vajhuni bir xristian uyida mehmon qiladida, uzumni hamma navidan olib keladi, maqtab yegandan keyin sharob olib keladi. Sharob degani bizning tilimizda vino, uzumdan siqib olingan narsa. Shunda aytadiki, bu harom, bu ichmayman deganda, men musulmonlarga hayron qolaman. Ba'zi narsalarda halol sanaysizlar, ba'zida harom sanaysizlar deydi. Endi u islom dinini qabul qilmagan odam dalillarini ham qabul qilmaydi. Qur'ondan gapirasizmi, hadisdan gapirasizmi? Dunyoviy misol keltirmoqchi bo'lib, xotin qizing bormi deydi, bor deydi. Chaqir ikkalasi gapim bor dedi xristianga. Chaqiradi, mana u xotining senga halolmi dedi, halol dedi. Xotiningdan chiqqan narsa qizing halolmi dedi, yo'q dedi. Qizingga nikohlab qo'ysam halol bo'ladimi dedi, yo'q dedi. G'ayridin bo'lsam shu narsani tan oldi. Ko'rdingmi dedi, uzum halol, uzumdan chiqqan narsa harom dedi. Ko'ryapsizmi, shariat hamma davrga, hamma zamonga javob beradi. Faqat o'sha narsani dalil bilan tanish kerak, o'qish kerak yoki eshitish kerak. Mana samolyotlarning uchishligi haqida ham Qur'onda ishoralar kelgan. Hali sizlar aqllaring olmaydigan narsalar bo'ladi degan. Hatto universitetda hali shundoq bir davrlar keladiki, mana shu yerda turib Londondagi kutubxonadagi kitobni o'qish mumkin deganda shu domla olib qochdi degan universitetda. Mana bugungi kunda o'sha davr keldi. Telefoningizdan xohlagan bir kutubxonani agar manzilni siz kirib, tilini tushunsangiz o'sha kitobni o'qishingiz mumkin. To'g'rimi? Bir paytda hozirgi yoshlarga gapirsangiz, simli telefonlar boshqa uylarda bo'lmasida telegrafga chiqib gaplashib kelardim desangiz, ertakdek tuyuladi, ishonmaydi, yo'q deydi. Chunki ular bugungi zamonda bolasi. Oldingi davrda yashamagani uchun u narsa unga erish tuyuladi. Shuning uchun shariat hamma davrga, hamma zamonga javob beradi. Yasub Budahro ibn Adama zamonni so'kadi, odam bolalar zamonni so'kma, zamon menman degan bor.
kechasini kunduzga, kunduzni kechasiga alishtirib turuvchi zot, yomg'irni yog'diradigan zot ham, quyoshni chiqarib botiradigan zot ham kim? Alloh. Bu bandasining qo'lidan kelmaydi. Shuning uchun bu g'ayb narsaga kirib, o'zingizni gunohkor qilib, kelajak haqida hech qachon gapirmaysiz. 5 ta shunaqa hadisda ham Qur'ondan keladi. Mafatihul g'ayb 5 ta narsani Alloh taoladan boshqa hech kim, payg'ambar ham, avliyo ham hech kim bilmaydi degan. Bittasi o'sha mana o'zingizlarga borib o'g'il ekan, qiz ekan deyapti-yu. Bizda bo'lgan voqeani aytib beraman. Bittasini 4 ta farzandi bor edi. 5-inchisi ham qiz deyishdi. U nima dedi? Rizq beruvchi Alloh, qolaversa sababchisi menman dedi. 5-inchisi o'g'il tug'ildi. Agar yo'q qilganda nima bo'lardi? Bir umr armonda qolib ketadi. Qaytib bu inson farzand ko'rgan yo'q. Bittasi o'sha narsa, ikkinchisi ertaga nima bo'lishi, uchinchisi insonni qay holatda va qayerda vafot etishini ham bilmaydi, qiyomatning ilmini ham bilmaydi. Mana qiyomat qoyim 2012-yil qiyomat bo'lar ekan. Undan keyin osmondan meteorit tushyapti ekan degan har xil bunkerlarga bekindi chet ellarda masalan, ko'rgansizlar. Yo bo'lmasam bundan 4 yil muqaddamda eslatadigan bo'lsam, bahorda 2-oyini 2-kunida nima bo'ldi? Qishdan yog'magan qalin 40 sm qor yog'di. Qaysi inson siz menga xabar bera oldiki, o'zimni onorini ko'ngli ochmaydilar, qalin qor yog'ishi kuzatilyapti dedi. Daraxtlar 80-90% gullagani, sovuq oldi, o'sha yil mevalar bo'lmadi. O'shaning uchun Alloh taoloning ishiga aralashmang. Aralashishga haqqingiz ham yo'q, o'zingizni gunohkor qilganingiz qoladi. Kelajakda va o'tmishdan gapirishda ehtiyot bo'ling. Chunki u davrda yashamagansiz, o'tmishda ham, kelajakda ham hali yashaysizmi yo'qmi, buni Alloh biladi. Kechagi kunimiz o'tib ketdi, qaytib kelmaydi. Ertangi kunimiz bormi yo'qmi, uni ham bilmaymiz. Hamma bugungi kunlar yashayaptimi? Shuning uchun endi bo'ladigan narsani nima qilmayman. Masalan, boradigan kunimizni ham to men e'lon qilmaguncha xabar bering. Mana kecha ketadiganlar kechqurun ketmay bugun ertalab ketishdi. Hamma yo'qda aytib qo'ygan joyida xatmalari hammasi barbod bo'ldi. Men o'zim aytaman, necha soat uchasiz, necha soat aeroportda vaqtingiz ushaladi. O'sha voqea, o'sha katta hajga kelganlar mana shu maydonda qurbonlar qo'ylari shu yerda so'yiladi. O'sha voqealarni eslab mana shaytonga tosh otib katta, kichik tushlar o'sha 20 ta tosh otilardi. Bir kun, 3 kun. Katta hoziga kelganda 40 kun. Katta hozi bo'lardi. Palatkalar, hozilar. Gazetda prezidentlargami? Gazetda prezidentlargami? ishchilarni joyi chop bo'lmay, ko'prikdan bag'ri palatkalarda turiladi. Hojat kelganlar gazetda turmaydi, mana palatka beriladi. Bu ishchilarni joyi. O'sha ishchilarga xizmat qiladigan qovurlar, o'sha ellikboshilar, majlis o'tkazadigan joylar. Mana ro'y qaramiz, nima turibdi? Vertolyot qo'nadigan joy turibdi, vertolyot. Mashitda shaytonga toshadigan joy. Tepaga chiqamiz, ko'prikka yana yaxshiroq ko'rinadi. Chap tomondan keladi. 3 ta bino, 4 etaj. Favqulodda vaziyatlarda vertolyot bilan o'sha yerga qo'nadi, o'shadan olib ketadi, odamni. Ko'prikka chiqamiz, yana ham yaxshiroq bo'ladi palatkalar. O'ngga qaranglar, chapga qaranglar. Mana chap qo'limizda 4 etaj bino keldi, ochiq, aynaklari ham yo'q. Ana shu yerga shaytonga tosh otiladigan joy yashaydi. Mino vodiysi deyiladi, jamoat o'sha yerga keladi, shaytonga tosh otiladi. Bu ko'prikdan chiqib ketiladi. Pastdan boriladi, tepaga chiqiladi. O'ng qo'lda qarang, juda ham ko'p palatkalar. Hamma bitta muddatda keladi. O'zbekistonga 5000 odam kelgan,
O'sha 5000 odam kelardi Karimovning davrida. Kelib turib O'zbekistonda maqtanib 5000 dan ziyod odam keladi haj qilsa, orqada turkiyalik o'tirgan ekan. Turkiyalik aytibki, nima 5000? Bizda 70000 keladi. 65000 ko'p. Bundan keyin yana 7000 bo'ldi, hozir 11000 kelyapti. O'shanda ham hozir ariza topshirsangiz, bilmayman, umringiz oxirigacha navbatingiz keladimi yo'qmi bilmayman. Hajga o'chirit ko'p, umraga o'chirit qolmadi. Mana hozir nimaga kiramiz? Tunnelda ag'ida ham yana palatkalarda chalasi o'sha yerda davomi bor. Tunnellar ham bir yoqdan armaslardan o'tadi, 3 tadan o'tadi, 3 tadan faqat qaytadi. Tezlik 80, hamma mashinaga 80 dan chiqib ketish kerak. O'ng tomonda qaraysiz, mana palatkalar davomi. Montajga kelsangiz piyoda borasiz. O'sha yerdan palatkangizdan chiqib, Shadona To'shaqani binoga borasiz. Binodan yana jamoatga tepada. Odamlar bor ekan, ular. Ha, o'sha odamlar taksiga kelganlarda ular. Mana sekinlarni ko'rish vositasi bu sekinlarni avtobus. Mana o'sha yerda. Betga chiqadiganlar ham taksida kelib chiqib tushadi alohida. Indingadan boshlanadi bunaqa narsalar. Ertaga men Qizil dengizga borib kelgandan keyin bir kunga vaqtingiz keladi, bir kun safarga vaqtingiz keladi agar chiqaman desangiz. Lekin ehtiyotkorlik talab qilinadi. Yiqilsangiz o'zingiz javob berasiz. Bu majburiy ba'zi. Nimalar tushgisi. Bu shaharga yaqin ekan-a? Yaqin ko'ringanmi, ancha bor orasi. Kabani oldida soat bor, o'sha soatni pulli go'yatga chiqishlik soatidagi 200 riyal muzeyi bilamiz. O'ng qo'lda u teparoqda. Jin masjidi mana o'ng qo'lda keldi, ikki tomoni yo'l. O'rtadagi masjid jin masjidi mana. Ikki tomoni yo'lak, mana shu yer. Ular o'zi dasturda yo'q, lekin sizlarga men ma'lumot sifatida aytib ketyapman. Albatta odamlar chiqib namoz o'qiydimi? O'qiydi. Mana shu gazetasidagilar shunga tushadi, bo'lmasa Ka'ba yaqin, Ka'baga borishadi deyadi. Bular juma masjidlarda Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Vahiy tushgan payg'ambarimiz chiqqan toqqa ketyapmiz. Yana bezuvga uni tutmoqsak eshitadi. Hammasi taksida kelgan, avtobusda degan hech kim chiqmaydi albatta. Payg'ambarimiz Makka bir marta chiqqanlar xolasa
Yo'q. Ko'rish kerak kitobda nechimada chiqadigan. Mashhur tog'anaqa aytganda, unaqa salom aytganda, yo'q. Yo'g'orda, algan yo'lam yo'q. Algan nimada chiqiladimi? Odam ko'p kechiring. O, 300 ga. Ashu 300 da bo'lgan ekanda. Makka ziyoratida salqin bo'lmasa, ketsa yomon qiyin bo'ladi. Arafotga borib keling. Sizning qahvangiz yo'q-ku. Sizning ko'payingiz. Ha, bag'a yaq ostonagan nomla. O'la bag'a yaqin qolgan, mana bag'a chiqyapti. Assalomu alaykum, qadrli payg'ambarimiz vahiy tushgan toqqich ketyapmiz. Arabchasiga nima dedingiz? Nomlama. Jabalun Nur. Hiro g'ori. Mana hali ancha bormiz. Vahiy tushgan uchun nur tog'i deyiladi. Vahiy tushgan uchun nur tog'i deyiladi. Mana Makka. Nargunda bormikin? Savrda ham bilish kerak. Bitta vaqt kechqurun chiqsam bo'ladi. Assalomu alaykum. Qadrli kuzatuvchilar, mana payg'ambarimizga vahiy kelgan toqqich ketyapmiz. Mana oz qoldi. Oz qolishgacha qoldi, chiqib kelyapmiz. سخنات لا لا خذي قوم رسلت السراج الشتاء ايه يلا اين ده التلوج جاوي Naqor. Ondan kelyapmiz. Отсюда надо встать. Вон наш. Oradan bağdan chiqyapti odamlar. Nay tomondan kiryapti. Qatdan kirib, qatdan chiqishda hech kim bilmaydi. So'ray. Ana hozir qilamiz. Ha, olyapti.
Nima deb o'qilinadi domla bu yerda? Eshitma do'qini shu ko'rib izohat qilib qaytiladi. O'pyapti toshdan ol. Ha bu haligi toshga sig'inadiganlardan. Yalla haji yalla. Namoz o'qishyapti bu yerda. Salom mamnun. Bismillah. Chiqdik bo'lmasa sekin ko'ramiz. Chiqdik bo'lmasa. Shu olasizmi ekan? Ha. Oralig'idan. Ha? This is fitness. The shortcut. Qaytish, chiqish, kirish tepadan. Oh, domla. Yalla haji. Ha, bitta joydan ayog'dan chiqishyapti. Bek, tupik so'radi. Siz tomosha qilib qaytishyapti. Engashib o'tilar ekan, albattami? Ha, rosa engashib o'tilar ekan. Bismillah. Ha, sig'arsiz. Tushyapmiz. वहाँ से जाने का रास्ता है, यहाँ से वापस आने का रास्ता है। हमें नहीं करना फिर आप हमें नहीं करना Yalla haji, yalla. Yalla. थोड़ा है खाना Betdan ne chiqdi? Aylanib tushlar ekan-da. Betdan yo'l bor ekan. Yalla haji. Tepadan olmaz. Yallah. Aylanib tushlar ekan-da. Yo'l ekan. Mana tog'larda. Allah. Allah. Now is still tired, but Arabi malum. from Italy. I am home country Bangladesh. I am Italy. Assalomu alaykum. Mana Jabal Nur. Payg'ambarimizga vahiy Qur'on karim tushgan toqqa chiqdik. Mana shu tog'lar guvoh bo'lgan islom dini boshlanishiga. Mana shu yerdan pastdan chiqdik tushyapmiz. Trochka не мусор, ватер, мы
Xayrli boshimiz. Sheriklardan 3 kishi chiqdik. İnşallah sizlarga nasib etsin. Kelishlik. Ka'batullohga, Makkaga. Mana tuyalar. Bir urkashli ekan bular, ha? Bittali ekan. $10 ekan bu gilam sifat joy namozlarga. Eng arzoni mana bu yerda ekan do'st aka. $100 35 dona, 2 dan to'g'ri kelar ekan. Tasbihlar mana. Bunaqa tasbihlar bor ekan. Tasbihlar har xil bor ekan. Optim magazin ekan. Ali degan yo'q ekan. Hali chiqing dedingiz, chiqmadim aka. Tasbihlar optim ekan mana. Hamma joy 3-etash. 3-etash. Tasbihlar. Bunaqa rasmlar ham bor ekan. Ka'bani qanday turadiganlar ham bor ekan. Optim ekan masjidga. Ka'ba. Tasbihlar. Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar, mana Jidda shahridagi plyajdamiz. Suzib katta dres qorashim bo'lishi kerak, keyin har qorashim bo'lishi kerak. O'sha yerga ketgan qorashim oqtirgan hali ham kelgani yo'q. Jidda shahri. Mana $100 ekan. O'g'li Ferrarisda minardik. Borlar yoqda ham. Arzon bo'ladi, ochcha tursa arzon qilib beradi. Mana $100 dan ekan. Bunaqa kemalar. Qaysini minasiz? Mashinalarimi yo unaqalimi unimi? Assalomu alaykum, mana Jidda. Dengizda bo'ldi. Mana hollar. Hem seyahat bo'ladimi o'zi? Dengizning ichida. Ichida bo'lsa ichiga kirsangiz, yana murabbiysiz kerak bo'ladi. Yo'q, o'zga borib kelasiz. Ha, alohida kelsak demoqchiman. Boshqa ichiga kiradigan to'plari bo'ladi, pulga olasiz. Qimmat o'ta kerak. Oldingizda qoladi.
Alohida. O'sha yerda bo'ladi, hali yo'q joyi. Dengizga olib keladigan katta kemalarni, ularga yaxshi to'lanadi kerak. Qotga borib, Dengizda baliq nima qiladi, jonli? Dengizda baliq o'ladi. Assalomu alaykum, qadrli kuzatuvchilar. Xudo xolasa mana Sovur g'origa ketyapmiz. Biz ham to'g'ri bo'ladi. Sovur g'ori payg'ambarimiz S500 Master Saudiyada chachib olishdi qiladi. Legendarный Mers. Yotibdi. Balonlarni qaranglar. Shirokiligi. Savurga qarab ketyapti. Mana savur g'ori. Adya. Hozir remont ishlari ketyapti ekan. 2030 gacha chiroyli qilib bitkazamiz deyapti. Mana toqqa odamlar yashayapti ekan. Endi savur tog'ga chiqarmas ekanmiz. Xudo xolasa endi keyingi yillar bitib qoladi tezroq.